alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Toris paykali kelganmiz. Mana bu. Men to'xtang uzmayman uni, xom ekan u. Men birinchi ma'lumotni aytib qo'yib olib keling-da, yaqinroq keling. Torimizni pishganda men ota bobolarimiz buni dumchasidan bilishgan. Mana shunisi kattaligiga qaramasdan jinqalar qurigan bo'lsa, pishgan deyshadi. Yana mutaxassislar bo'lsa, xatolarni to'g'rilab beradi. Aka bunga qanaqa dori solingan? Bu Toris paykalimizga 3 marta yoki 5 marta non Boshqa vitaminlari. Mikrofonni taqyapmiz. Mana akamiz mutaxassis hisoblanadilar, shunaqa. Yana teskari taqib oldi. Ha, o'ngga taqing. Aylantirib taq. Yo'q, aylantirib taq. Kichkinasini oldiga qilib. Kichkinasini oldiga. Ha, o'tda aytadi. Aka, gapiring, qanaqa vitaminlar soldilar? Assalomu alaykum avvalambor. Bu Toris poliyamizga 007 vitaminlar ishlatilgan. Ko'chatidan to pishguniga qadar 5 marta yoki 7 marta vitamin berilgan. Ha, yurib gapiramiz, ketdi. Bu vitaminlarda qulaylik tarafi Ha. selitra mochavinadan birinchi o'rinda arzon tushadi. Oha. Ikkinchi o'rinda yerda reproduktiv salomatligini yaxshilaydi. Ha. Yerga nojo'ya ta'siri yo'q. Azot, fosforni, ayniqsa selitra mochavinani ko'p solsangiz, yerni sho'rlashtiradi. Bu vitaminlar keyin yana bir yaxshi tarafi Torozga palaydan bergan hisobga hamaga ham palayga ham tez ta'sir qiladi. Yana buni qulaylik tarafi hamyonbop. Bu siz ishlatayotgan vitaminlar bor-ku, O'zbekistonda hamma joyda bor. Men eshitmaganman-da, 007 vitamin. 007 vitaminlari o'zimiz ixtiro qilganmiz. Xudo ilhom berib, yaxshi effekt beryapti. Xudoga shukr, O'zbekiston bo'ylab Qashqadaryo, Surxondaryo taraflariga sotilyapti. Mana akamizdan hozir dehqon do'zidan so'raymiz yana bir. Qani, dehqondan so'raganimizcha bitta ma'lumot berib qo'ying. Mikrofonni berib qo'ying. Hali Torizda bil ko'rmadim, haqiqatan bil ko'rmadim. O'tgan yillari juda ko'p Toriz shunday so'rganida ichidan oq narsa chiqardi, uzun. O'sha siz doringiz emasmi? Yo'q, u dori o'sha selitra mochavinani azot ko'p solganidan tomiriga o'xshab chiqib qoladi. Ha, g'alati bo'lib, keyin qattiq bez. Siz aytmoqchi. Bu o'tda o'sha narsani yo'q qilish maqsadida ishlab chiqarilgan dori. Odamga ziyoni yo'q. Odamga umuman ziyoni yo'q. Odamga ziyoni yo'q, nabrot biologik o'g'it sekin uzoq vaqt ta'sir qiladi. To'ppa-to'g'ri. Men akamizni dorilarini o'zlaridan biroz oldin gaplashib ko'rib ma'lumot olganimda shu narsani men o'zim idaq qildimki, mana misol qo'ydi yoki molni go'ngini solib o'g'itlantiriladi-yu, o'shanda hidi kelib qolmaydi-yu. O'shanaqangi darajada Torizni tanasiga singib ketadigan dori ixtiro qilgan ekanlar, ichiga o'tmas ekan. O'tmaydi. Bu sirrini aytasizmi, aytmaysizmi hammaga? Bu sirni aloqaga sizib aytamiz. Ana Abdurahmon gap so'zlaydi. Bo'ldi. YouTube'ga qo'yiladi. YouTube ishqibozlari. Mana Toris paykal juda ham katta ekan, mana. Aka qoyil, sizni o'tgan safar gilosni ham siz ko'rdik. Xudo xolasa aloqaga chiqinglar, ishlatib ko'ringlar. 1000 bor eshitgandan bir bor ko'rganmiz. Ko'rsalaring bilasizlar. To'ppa-to'g'ri. Yuring Toris so'yishga. Qani ichini ko'ramiz, aka. Ota turog'i ashirga suhbat qilib bizga olishimiz kerak. Ha, keling. Kelavering. YouTube ishqibozlari videoni kuzatib turinglar. Ana. Mana Toris. Voh! Mana bismillahirrohmanirrohim. Olang go'shtni. Qani, Bismillahirrohmanirrohim. Paykalda shunaqa qilinglar Toris. Mana shifo. Bismillahirrohmanirrohim. Bani chiqib. aka, dehqon kim bitta? Dehqon menman. Kumaq Toris. Qo'ying. Mikrofonni o'ching. Mana qo'shib qo'yib bo'ldi. Dori zo'ri. Qayerga qo'yib? Shu, gapiraverasiz. Dorilar haqida, ba'zi olgan dori effekt haqida, Toris ichiga mazasi urib qolmayaptimi? Yo'q, mazasi urmaydi. Tahami yaxshi. Oybekjondan olgan dorimiz. Oldin videolarga tushib berganman, 1-2 marta, 3 marta ham tushib berdim. Shu faqat 007 qo'ydi, bir marta yengil dori qildi shunda. O tepadan moslamamiz, ana bochkamiz. Bunkerdan bochkani olib qo'yaman. Bunker tepasiga qo'yamiz. Shinankamiz bor, shu 007 ni eritib quyib chiqqanmiz har bittasiga bittadan. Mana chetgacha qo'shimcha qilaman. Aka gapingizni yo'qotmay turing. 007 ga bordi. Bor o'zim. Xo'p, mana bu akamizni ixtirosi. Bu ham haligi dehqonlarga innovatsion loyiha desa ham bo'laveradi. Mana shuni ustiga 200 litrlikmi bochkangiz? 200 litrlik bochkani qo'yib turib, uni bochkani ham oling. Qo'yib turib, ustalarning urgan shlankisida dorini 200 litrlik bochkaga tayyorlab oldi. Har bir ko'chat tagiga quyib chiqqan. Sepgandan ko'ra yoshligida tagiga quygan hisobiga mana rezultatni so'rab olaverasiz. Necha kunda qanaqa bildirdi? Uzoq 5 kunda bildirar ekan-da. 3-kunda boshlar ekan, 5 kunda ta'sir bilinar ekan, srazi. Katta ishni boshlar ekan-da. 3 marta yoki 5 martagacha qo'yish kerak ekan.
3 marta quyganimda mana shu ahvolga keldi. Ha. Ya 2 marta qo'shib 5 marta quyganimda Mana bu zo'r. ahvolga kelardi. Ha. Endi yana bitta zo'r tarafi silitra machaynadan arzon tushadi, olinglar desak, ko'pchilik ishlamayapti-da. Mana o'zi dehqonda o'zi aka o'zingiz ayting mana qanaqa bo'ldi, sunmasimni taqqoslaganda qanaqa Summas to'qqizlaganda encha arzon tushadi silitra machaynadan ko'ra. Ta'siri yaxshi ekan, uzoq turar ekan palaga. Haligi uzib teplasangiz ham bo'lavermas ekan mana qachondan beri tepkilab yotibmiz bu yerda. ha. 10 kun, 12 kundan beri tepalab yotibmiz. Bir haligisi yo'q. Eng zo'ri toruz mazasi haqiqiy. Haqiqiy Dorini ta'mi chiqadi o'zi bunda yesangiz. shirin ta'm. Shirin. Buni yeganingizdan keyin yana yeyman deysiz-da. ertaga. To'ppa-to'g'ri. Bo'ldi, dehqonchilik bor deyman. Ha, bemalol. Endi buni hali O'zbekiston bo'ylab tarqatyapmiz-ku, lekin silitra machaynaga o'xshab tanilishiga vaqt bor. Endi bunday qilib reklama qilyapmizki, odamlarga birinchi o'rinda arzon tushsin, ikkinchi o'rinda sifatli narsa, uchinchi o'rinda tezroq foydasini ko'rsin degan maqsadda video qilyapmiz. Asli ha. Dehqon mana foydasini, boshqasini aytsa, o'zlari ishlatgan odam siz gapirasiz endi. Hamma gapni gapirib chiqyapti. Hozir masalan bir gapiradigan gapim qolmadi o'zi. Hozir mana qarang, mana shu bahorgi toruzingiz eng kichkinasi, eng kattasi necha kilogacha? O'zi kitobida bu toruzlar 14 kilo, 15 kilo, rasa bo'lsa 18 kilogacha deyiladi. Xuddi shunaqa 14 kilo, 15 kilo, 12 kilo, 10 kilo tepasida past. Hozir Damazga yukladik. 24 kilo chiqdi bittasi. Bitta toruz 24 kilo. Ha. Eng kichkinasi 4 kilo 800 chiqdi. Eng kichkinasi. Eng kichkinasi. Ha, 24 kilo. Bunaqasi kam lekin maydasi. Bitta yarimta chiqib qolmasa Shablonda masalan bemalol 6 kilo, 7 kilo bersa bo'laveradi. 6 kiloga olaveradi. 6 kiloga berdik hozir shunda. 6 kilo berdik, mana shu qolgani mana shu endi pashti qolib qolmaganda ichida. Ha. Yo'q hisob. Yana bitta suv qo'yilsa bundan yana bitta qatordan ikkita Damazda chiqaveradi. Yana bitta hali ayni haqiqatmi bas bilmadim. Odamlar ko'p toruz qilishlar. Uzishdan oldin suv qo'yib boshlaring, kilo bossin. Sizlar bunaqa qilmaysizlarmi? Yo'q. Yo'q, bunday qilganda mana men qo'shimcha qilish Oqarib etiga qoladi mana u. buni oqarib qoladi, ta'mi ham o'zgaradi. Ta'mini o'zi Men qatnab berasan desangiz, shaharda sotishadi-ku. Bundaqa joy loy bo'lib suv olib ketadi. Ashuna senga olmay qo'yaveraman. ha, Demak, mana ayrig'imizni ham ko'rib turibsizlar. Ko'p quruq suv qo'yishgan yo'q. O'sha jazirama holatda sotishyapti chirog'i. O'zi bu suv qo'yganda ta'mi ham o'zgaradi, bemaza bo'lib qoladi. Kilo bosib deb nima qilishar ekan ba'zi dehqon. Ha, bo'lmaydi endi. Novoz purushlar og'izlantirib qo'yadi-ku, kiloga sotganda. Xuddi shunaqa qiladiganlar ham bor-da. Omon sizlarga ham tavsiya qilamiz. Torus paykalga kelib, ikkiga bo'lib, hay qilib olingiz, boshqacha maza beradigan. Gapiraver, yarim soat olib turaver. faqat shu Oybekjonni nimasida 007 bordan onlar o'zimizda ham apteka bor, o'zimizda ham bor dorilarimiz. Topsa bo'ladi. O'sha Mingbuloqda shaydan olib kelsalar bo'laveradi. Agar bo'lsa, mashina Maslahatni yaxshi berar ekanlar ekani. Tekshiradigan, kasal tekshiradigan lupalari, nimalardir bor. Va hikmatda dori berishdi mana. 3 marta sepdiz-a? Ha, 3 marta 3 marta quydim-da. 3 marta quydi. 3 marta quydim. Endi Lekin yaxshi quyganda ham mashinaga bir kasa quyibshin-da, shilankani quyib. yarim litr. Yarim litrni quyib chiqaman. Erinmayman. Rahmat. Xullas, hurmatli kuzatuvchilar, shunaqangi dehqonchilik boshlamoqchi bo'lsalaring, yoki dehqonchilar kasal etgan bo'lsa, akamizga aloqa chiqarasizlar. O'zimiz ko'rib, ko'zimiz bilan guvohi bo'ldik. Salomat bo'lasizlar. Akaga nomerini qo'yib qo'yamiz, dehqonni ham nomerini qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa. Gapiravering, yana gapingiz bo'lsa gapiravering. Keladigan. Gaplari ham tugadi vaqti. 100% haligi Endi mana yaxshi niyatda bu yerda mana masalan birinchi o'rinda aka pul topish hammamizga bir pul topish, lekin xalqning duosini olish boshqada. Haligi gap borki, otangga rahmat degan gap sizdan chiqsa biz maza qilamiz. To'g'rimi? Siz mana shuni foydasini ko'rgan bo'lsangiz, haqiqatan nimalarga dehqonlarga tavsiya qilsangiz, menga qaraganda sizga ishonishadi. Bu har doim hamma dehqonga aytamanki, ishlatgansiz, tavsiyani siz bersangiz sizga qarab olishadi. endi bu tavsiyani sizga beraman-da, baqirib turasizda, keyin tavsiyani Oybekjon oldi boringlar. Bir yil endi kech bo'ldi, ekkanlar bor hozir ham. Ha. Lekin shu 007 dan olib kelib, o'zi parashyutlari bor ekan, biz yaxshi tushunmaymiz. Berishdi, quydik. Natijasi yaxshi bo'ldi, bir yomon emas. A'lo darajada ham bo'laveradi. Ha. Bu nimani hozir buni pishmaganiga bir kattaroq uzadigan joyingiz bormi, yo'qmi? Uzamiz, dar tomondan beylar uzdik, hozir yulayapmiz, boshiga yulayapti, maydani ham olaveradi. Ha. Voy, turibdi. Bo'ldi, xo'p. Anjan kanali suvidan suv ichadimi, muzaygan suv? Sirdaryo-ku, mana Sirdaryo 300 metrda. Ha. Keyin bu asosiy Biz qayerdamiz hozir? Namangan viloyat. Mingbuloq tumanida. Ha. kelgan dehqonchilikda Dovdiq qishlog'i deyiladi bu. qarang. Dehqon buva, men gapiraman, to'g'ri bo'lsa to'g'ri deysiz. Dehqonchilikda hosilini shirin va mo'l ko'l bo'lib yetishlikda ko'proq
suv sabab bo'ladi. Drenaj suvidan sug'oradi ko'pchilik daryonikidan. Sizlarki qaysi suvdan suv ichadi? Sirdaryodan ichadi. Sirdaryo suvidan ichadi. Hozir qo'llarimni shirobga yuvdim, suvi loyiqaligiga gap yo'q, muzday, o'g'itli. Ular sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Sirdaryoning kelgusi. suvini ham bunaqa dijo'ta suvordik. Ha, duyja tortib suvarlar. Motorda benzin quyib chiroyli suvordik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqangi xizmatlar zarur bo'lsa kerak, aloqa chiqaverasizlar. Gaplarimiz yana gapirib Hop, Bo'ldi, qolmadi, zerikarli bo'lib ketdi bari. Yo, zergari qilsa qilib nima qilaveradi, qirq qilaveradi. Nimani bizga toruzni ko'rsatib, mana deb nima qilib berishadi. Mana Yo'q, toruz. buni mana shuni ustoz bering siz. Qanchacha aralashib turay. Bunday qilib turib gapirasiz. Buni cho'l gapiraverasiz. Boshqatdan gapiring biz. Endi odatda o'zi mashincha o'tni ichida aka. Ajri bosyapti deb aytdi. Bosyapti. Buni ichida kamdan kam bo'lishi mumkindir, lekin palagan pas yo'q hisobda, palak. Ha, o't bosib ketgan. O't bosib ketgan. Lekin mana torg'isi mana ko'radiga Rangini qarang, rangini, tiniqligini. rangini. Ha. Mana bu beyda bitta. Uni ikkinchisi mana. Hozir uzilib ketilgan toruzlar albatta. Hozir uzilgandan qolgani. Mana. Uni undan keyingisi mana. Yani bu Mana qarang. 2 metrda o'zi yetarlicha torg'iz bor-da Mana mana. qarang. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Mana 5 ta toruz o'zi bitta palayda. 8. 5tasini ikkita palakda o'raga shunda. Ha. Bitta palak ikkitadan ham oshiqroq to'g'ri keladi. Ikkita palayda. Endi bu tomonlarni mana 12 kundan beri uzyapmiz. Ha. Masalan 11 kun yoki 12 kun bo'ldi. Shundan beri uzyapmiz. Hali tugatganimiz yo'q. Xudoga shukr. Xudoyim bergancha olyapmiz. Bugun ham rozi ko'rdilaring. Ha. 6 ta 6 ta ko'rdingiz. 6 ta, uni 7 ta nimada ketdi. Yettita Damazda, bo'ldi. Laboda bo'lib Yettita 7 ta ketdi. Ertalab birinchisiga uzib ketgan mana u. Egasini syomka qilib ko'rasizlar. Ikkinchisiga keldi. 2,5 tonna chap ketdi. Sotib kelib yana keldi. Bazasi Ha, endi urug' ham yaxshi ekanda bunda. Ha. Sayos degan urug' ekan. Sayz degan urug'ni qayerdan olgansiz? Sizdan olib kelganman, bir do'koningizdan borib. Bazasi shunaqa shirinki, qandaydir men ham oldin boshqacha ekardim, men shunday ekandim. 10 kungacha turaveradi deyapti. Sotib meni olib sotyapti shular. Ha. Postiga borib qolmaydi qizili deyapti. Ha. Turish ko'proq turadi. Uzoq vaqt saqlanib turaveradi. Turib, Mazasini yo'qotmaydi. 5-6 kun turib, mazasini yo'qotmaydi ekanda. Ha. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, bu akamiz mana bu yil bordi. Noldan, urug'dan boshlab urug'i, chiqishi, ikki quloq bo'lishi, palakka yotishi, gullashi, hammagacha birga ishladik qo'ldan kelganicha. Mana chaqirdingiz, to'g'rimi? Kelinglar deb chaqirib 2 kun, 3 kun deganda zo'rg'a yetib keldik. Yetib keldik, mana Xudoga shukr, natija biz kutgandan a'lo bo'ldi. Alhamdulillah. Yana gapingiz bo'ldi. Buning ichida ish ko'payib ketgandan sizga yetkazolmay qolib, o'zimiz mingbuloq do'konlardan ham olib kelib, dori ishlatdim. Ha. O'zimiz mingbuloq do'konlarning dorilari ham yaxshi. 007dan. Yo'q, nimasiga? 007 Hasharot uchun Oybajonda oldi borolmay qoldi. Ishim ko'payib ketdi. Zaril iloji yo'q, chachishimiz kerak. Shunda zaril bo'lganda shaydan olib chachdim. Ha. Lekin yetishtirguncha Vitaminlar. Mana shuni kasal ham qandaydir yana bilmadim-u. Yana bitta narsa chetga qo'shimcha qilib ketay. Mana masalan, mana shu yenabaylar desangiz, hech qanaqa men Yenabay. shira yoki o'rgimchigina ko'rganim yo'qda. Bu vitaminni zo'r boqsangiz, kasallikka chidamliligi ham, ancha-muncha hasharot ham palayni bezovta qila olmas ekan. Bezovta qila olmaydi. Sababi hozir mana gruppamiz bor, bobo dehqonlar gruppasi. Nechtasi tashlayapti, zang tushgan, o'rgimchigina bosib ketdi, shira bosib qoldi degan, to'g'rimi? Mana palay, mana tayib birorta gard yo'q orqasida. Bemalol ko'rishlari mumkin. Bu palakka ham, hamakka ham zo'r beradigan nima ekan? Hayitdan oldin ekkanmiz. 17-mart shu hayit kelgan yo'q edi, ekkanimizda shunda ekkanmiz. Hozir sayz torozlar chiqdi, ayta-bayta chiqdi, lekin asosan Griezmann F1 urug'lar chiqdi. Griezmannlar chiqdi. Mana kecha borganman, Griezmann edi. Demoqchi bo'lgan gapimiz bu vitamin ham tezlashtirar ekan, ham katta qiladi. Ham tezlashtirar ham to'g'ri gapingiz. Masalan, mash ajrasida mana ko'ryapsiz. Bu orqangizda turibdi, bir xil tashlaysiz, o'tasiz baqa. Mana uji orqangizda mana. Orqangizda bitta. Ha. O'tavering bu tomonga mana. Bu tomonda ham mana o'zi chekkalar yaxshi bo'lmaydi o'zi asli. Ha. Mana beyda bitta, yoningizda bitta, yoningizda bitta. Mana torozlar. Bu bemalol 2 tadan 3 tadan bemalol yetkazar ekan. Xudo xolasa yetkazadi. Mana bu tomoni ham o'zi ko'rinib turibdi, bir kuyib ketdi, bir o'lib ketdi, bir narsa bo'lgan joyi yo'q-da shuni. Lekin yer qumda mana shig'ir qum qo'shgan yer mana turpoq, qandaqa. Ha. Esa yer emas. Bunda qayda tezroq palak o'da bo'ladi, lekin akalar, men bor eshitganini biror ko'rgan afzal deydi. Xudo xolasa ishlatinglar. Mana dehqon akamiz chaqirdi, keldi. Rahmat. Shunchalik haligi
ixlos qilib ishlaganga. Endi men o'zimcha tajribam odam 3 xil borar ekanda har doim. Bittasi mehr qo'yib borar ekan, ikkinchisi o'ylanib borar ekan, uchinchisi norozi bo'lib borar ekan. Birinchisiniki zo'r, ikkinchisiniki o'rtacha, uchinchisi bo'lmas ekan. Shu tajribadan o'tib demoqchimanki, avvalo Xudoni berishi, Xudo xolasa yaxshi niyatda borsa, kim nimani hali aytadi, niyatingga yarasha topasan deydi-ku. Xudo xolasa yaxshi niyatda ishladik, zo'r bo'ldi. Biz kelganimizdan afsusdasimiz. Nimaiki o'shancha joydan mana aylanib keldik. Rahmat. Bu akamizga tem bo'li 2 barobar rahmat. Nimaiki 3 marta borgan bo'lsa, shu yerda shuncha do'konni bosib bordi, rezultatini ko'rgani uchun. To'g'rimi aka? Ha, xudo xolasa ko'rganim uchun bordim. Hozir bu ikkinchi uzum-a? Akalarni olib qo'ydi mana. Bu Ikkinchi uzumda to'g'ridan normal. Hozir o'sha 10 kilo 12 kilo chiqadi bemalol. o'sha 10 kiloni u yog'i, bu yog'i. 10 kiloni u tomoni, 10 kiloni bu tomoni. Oldin uzilgan paykalda ikkinchi marta uzishyapti hozir. Ha, uzib tugatganmiz. Mana teplanib yotibdi. O'zi ko'rgadaman biladi. Syomka qo'ysangiz ham yo'llardan ko'rib chiqarasiz. Rahmat. Dehqonlarga tilagingizni ayting endi. Biz bilan mana Hammaga ishlaymiz. barakasini bersin. Oybekjon bilan ishlanlar. Gapiring. Oybekjon bilan ishlanlar yaxshi. Rahmat. Bizniki yaxshi bo'ldi shu Oybekjon bilan ishladik. Hammaga tavsiya qilaman Oybekjon bilan ishlashni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaring 007 agregat urug'chilikda kutamiz. Hammaga ishlariga rivoj. Pasta nomerni qo'yib qo'yapmiz. Xo'p, bola, pastda nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Shunaqa vitaminlar zarur bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab, Qoraqalpog'iston bo'ladi, Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo hamma joyga uzog'i 2 kuni bilan yetkazib boramiz. Joyimiz tashlar. Doimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Sadda masjidi oldida 007 agregat urug'chilik do'koni. Urug' ham bor bizda, vitaminlari ham bor, maslahatlar tekin. Eng muhimi mutaxassislik akam o'zi aytsin. Mutaxassislikka bir tilim ojiz. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Sog' bo'lasiz Oybekjon. Xo'p bo'ladi.